Assalomu alaykum, hurmatli o'qituvchilar, informatika o'qituvchilari. Bugun biz sizlar bilan gmetrix.net saytida bu yerda Key Application bo'limidan amaliy topshiriqlarni bajarishni ko'rib chiqamiz. Hozir bugun biz faqatgina amaliy topshiriqlarni ko'ramiz bu yerdan. Bu yerda test topshiriqlar ham bor. Test topshiriqlar va amaliy topshiriqlarga video yechimlar mening Telegram guruhimda mavjud. Barcha modullar bo'yicha video darslar. Xo'p, bu yerdan test topshiriqlar qanday bo'ladi? Bu yerga test topshiriqlarining to'g'ri javobi, izohi yozilgan. Agarda siz mustaqil testga tayyorlanayotgan bo'lsangiz, bemalol bu yerga kirib, ya'ni Telegram guruhimga obuna bo'lib, test topshiriqlarni bajarib ko'rishingiz mumkin. Xo'p, demak biz boshlaymiz. Biz Practice Office 2016 dan foydalanamiz. Ya'ni hozirgi bo'layotgan testlar Office 2016 dan foydalangan. Endi ko'pchilikda savol bo'lishi mumkin, bu test topshiriqlar real imtihonga qanchalik yaqin? Test topshiriqlar real imtihonga yaqinligi 70% ni tashkil qiladi. Ya'ni savollar darajasi bir xil, lekin birga bir o'xshashlik darajasi 60-70% likda tashkil qiladi. Amaliy topshiriqlar esa deyarli 100% shu gmetrix.net dagi kabi bo'ladi. Ya'ni amaliy hozir biz bajaradigan amaliy topshirig'imiz imtihonda ham xuddi shunday sizlarga topshiriq beriladi. Demak, start tugmachasini bosamiz va biz bitta moduldan trening rejimidan test topshiriqlarini ishlab boshlaymiz. Bizga bu yerda mana simulyatsiya beriladi. Ya'ni test topshiriqlarini bajarishimiz uchun bularni shu yerda bajarib ko'rishimiz mumkin. Demak, bizda topshiriq berilgan, ya'ni Word dasturida mana shu tekstni qirqib oling, mana bu tekstni qirqib oling va pasti qiling, mana bu matnning, mana bu tekstning bottom tagiga pasti qiling deyilgan. Demak, o'sha topshiriqni bajarib ko'ramiz. Mana biz bu aytilgan sanani kat qirqib olamiz. Ctrl+X, ya'ni using keyboard shortcuts, ya'ni tezkor tugma orqali qirqib oling deyilgan. Qirqib oldik va enter tugmachasini bosib, mana bu matnning tagidan, davomidan emas, tagidan joylashtirishimiz kerak, chunki bottom deyilgan. Va next tugmachasini bosadigan bo'lsak, bizga bu topshiriq mana to'g'ri bajarganmiz. Keyingi topshiriqqa o'tamiz. Biz product documentation-da no changes, read only qo'yishimiz kerak, ya'ni o'qish rejimiga o'tkazishimiz kerak va parol qo'yishimiz kerak ekan. Demak, file tugmachasini bosamiz buning uchun va productiondan resting editingni bosib, bu yerdan mana bunga bitishga qo'yamiz va no changes, read only, ya'ni o'qish rejimiga o'tkazamiz va yes ni bosib biz parol qo'yishimiz kerak. Parolimiz gmetrix bo'lishi kerak ekan. Parolni ham xuddi topshiriqda ko'rsatilgan kabi qo'yishimiz kerak. OK tugmachasini bosamiz va next ni bosib ko'ramiz. Mana biz bu savolga ham to'g'ri javob berdik. Bu topshiriqni ham to'g'ri bajardik. Endi keyingi topshirig'imiz restrict editing of documentation in formatting is limited selection of styles deyilgan. Ya'ni bu yerda formatting is limited to selection of styles. Document that formatting. Bu restrict, ya'ni o'zgartirishni cheklab qo'yishimiz kerak ekan. Buni ham xuddi shunday bajariladi. Productionga kiramiz, restrict editingga kiramiz. Mana formatting restriction, ya'ni formatni o'zgartirishni cheklab qo'yamiz va yes ni bosib OK ni bosadigan bo'lsak bo'ldi. Next tugmachasini bosamiz. Keyingi topshirig'imizda nima deyilgan? This document contains spell, ya'ni so'z imlo xato bilan yozilgan. Biz bu imlo xatoni spelling and grammar orqali to'g'rilashimiz kerak ekan. Buning uchun
reference-da yo mail qaysida edi? Mana spelling grammar bor mana bu. Buni bosadigan bo'lsak, mana bizga noto'g'ri so'zlarni topib beradi. Change aldi bosamiz va change aldi bosib OK ni bosadigan bo'lsak, biz xato so'zlar to'g'rilandi. Mana qizil bilan belgilangan edi boya. Endi to'g'ri bo'ldi. Next tugmachasini bosamiz. Mana biz to'g'ri bajardik. Keyingi topshiriqqa o'tamiz. Keyingi topshiriqda nima deyilgan? Xo'sh. Using trigger changes, ya'ni o'zgartirishlar tarixidan ko'ring deyilgan va only, ya'ni mana bu only ga qilingan o'zgartirish tarixida ko'rsatilgan bu yerda. Only mana o'zgartirilgan va mana bu o'zgartirilgan. Ikkita so'z kiritilgan bu matnga. Endi biz mana shu only degan o'zgartirishni qabul qilishimiz kerak ekan. Itsir desa, mana ikkinchisini esa rad qilishimiz kerak ekan. Bu hujjat onlaynda bajarilgan bo'lsa, boshqa kishi tarafidan ikkita o'zgartirish kiritilgan, bittasini qabul qilishimiz kerak, bittasini rad qilishimiz kerak ekan. Demak, buning uchun trigger change futuriga kirib olamiz. Xo'p, mana birinchi mana bu strelkani next change'ni bir marta bosadigan bo'lsak, mana belgilandi bu. Buni SCPict qilamiz, ya'ni SCPict qiling deyilgan onlyni. SCPict qilamiz. Mana endi ikkinchisi belgilandi. Buni esa reject qilishimiz kerak ekan. Mana buni bosib, mana reject and movie. OK ni bossak, mana only o'zgarish qoldi. Bu so'z esa bu yerdan o'chib ketdi. Endi next ni bosadigan bo'lsak, biz mana to'g'ri bajardik. Next tugmachasini bosamiz va keyingi topshiriqqa o'tamiz. Keyingi topshiriq oson topshiriqlar bu yerda deyarli hammasi. Ya'ni find and replace dan foydalanib rider so'zini ridersga almashtirishimiz kerak ekan. Mana replace ni bosamiz va riderni tanlab bu yerdan riders deb yozib qo'yamiz va replace aldi bossak, mana rider so'zlari ridersga o'zgaradi. OK ni bossak, mana ridersga o'zgardi hammasi. Endi next ni bosadigan bo'lsak, mana to'g'ri bajardik. Bu topshiriqda nima deyilgan? Feedback set replace all bold formatting with italic formatting using find replace. Ya'ni biz bold bilan yozilgan matnlarni formatlangan, bold bilan formatlangan mana bu ikkita matnni italic formatiga o'tkazishimiz kerak ekan. Buning uchun find and replace dan foydalaning deyilgan. Demak, find and replace ga kirib olamiz. Birinchi mana shu yerga va More tugmachasini bosib format orqali o'zgartirishni tanlaymiz. Formatdan boldni tanlaymiz. Mana OK tugmachasini bosamiz va replace with ga tushiramiz. Mana tayoqchani formattingni tanlab bu yerdan fontni tanlaymiz va italicni tanlaymiz. OK ni bosamiz. Endi replace ni tanlab bosadigan bo'lsak, mana tanladi. Replace all va yana replace OK. Mana bo'ldi. Demak, bolddagilar italicga o'tdi, bold formatdagilar. Next bosadigan bo'lsak, buni ham to'g'ri bajardik. Keyingi topshiriqqa o'tamiz. Keyingi topshiriqda nima deyilgan? You want the whole text bold italics make what is italic. Demak, biz mana bu tekstni, belgilangan tekstni birinchi italicga o'tkazishimiz kerak ekan. Mana italicga o'tkazdik. Endi o'zgarishni bekor qilishimiz kerak ekan. Undo tugmachasi orqali mana o'zgarishni bekor qildik. Yana avvalgi holiga qaytdi. Bo'ldi. Topshiriq shuning o'zi. Next bosadigan bo'lsak, mana to'g'ri bajargan ekanmiz. Keyingi topshiriqqa o'tamiz. You finish it making changes. Demak, buni bu workbookdagi bajarilgan ishlar bajarib bo'ldik. Faqat o'qish rejimiga o'tkazishimiz kerak ekan. Read only. Work process final bo'ldi. Demak, file menusiga kiramiz va bu yerdan infodan projectga kirib marks as finalda bosib qo'yib OK ni bosadigan bo'lsak, mana faqat o'qish rejimiga o'tdi. Next ni bosadigan bo'lsak, mana next tugmachasini bosamiz. Keyingi topshiriqda bajaradigan bo'lsak, keyingi topshirig'imizda bizga you have to change over your document change the theme of document. Ya'ni bu yerda temasini o'zgartirishimiz kerak ekan.
Design bo'limiga o'tamiz va Teams'ni bosadigan bo'lsak, mana integral Teams bor. Integral tanlaymiz va Next'ni bosadigan bo'lsak, mana biz to'g'ri bajardik. Endi keyingi topshiriqlarni Telegram guruhdan olishingiz mumkin. Telegram guruhiga obuna bo'lsangiz, deyarli barcha topshiriqlarga video yechimlar va mana bunaqa test topshiriqlar ham ko'rsatib o'tganman. Bu yerda yechimga izohlar berilgan va bu so'zlarni albatta biz tushunishimiz kerak. Shu sababli har bir testdan keyin mana kalit so'zlar berilgan. Bu yuqoridagi testlarni tushunish uchun bu kalit so'zlar yodlashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'zimizga yaqin bo'lgan kalit so'zlar bemalol yodlab, bularni bajarishingiz mumkin. Ya'ni bu Telegram guruh mustaqil tayyorlanaman deganlar uchun mavjud materiallar bor. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, sog' bo'ling.